Так, давай садись. Это что такое? Tarqatuvdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Bormisizlar? Bugun Mironshoh Bilol aka gapiraman mana jurnalistga. Bilol aka yordamda. Вот. Juda ham xursandman yana ko'rishganimizdan. Bugungi kunda men bilaman, oldini olib aytay. Avvalo ming bor uzr. Ikkita xizmat bor edi, o'tkazib keyin keldi. O'sha 5 minut kech qoldim. Uzr so'rayman uning uchun. Hamada nima deb undan ham so'rashni boshlasiz. Sraz aytaman, Malikdan so'raysizlar. Malik yozgan qo'shiq. Meniki Ramazonda ikkitasi ham slow bomba qo'shiqlarim. Aytaman, qochaman, fikr qilib o'tiraverasizlar. Вот. Ramazonda boshrog'ida xudo xolasa ana qilamiz, bittasini o'rtarog'ida zeriktirmaymiz xudo xolasa. Allohning izniyle inshaalloh. Sizlar tinchmisizlar, bormisizlar? Mana shunaqa ijod ham konsertga tayyorgarlik, ham premyera davom etsin degan maqsadda mana shu hozircha premyerani qilib, kayfiyat bag'ishlab qilib turibmiz. Endi shu narsaga ro'z Ramazon oldi berganimiz yoshlar bor, teenagerlar juda ham ko'p. Shu qo'shiq bilan ovora bo'lib turishsa, biz bilan birgalikda Yulzapasini pomadasi bilan yursa, ishoninglar, ro'za tutib yomon bo'lmaydi. Yulzapani qo'shiqlarni tagida qamchi demayman, yaxshi. Juda ham xursand bo'lyapmiz deydi. O'tgan yil Dubayda prezentatsiya o'tkazganingizdan keyin qo'rquvdik. Endi Yulzapa hamma prezentatsiyalarini chet elda qilar ekan, O'zbekistonda qilmas ekan. Yo, endi ham dam olish. Ham dam olishga bordim. Ham nima deydi? Prezentatsiyani ham o'tkazib oldik-da, bekor qolmasin degan maqsadda. Rosa chiroqni yaxshi ko'raman-da. Ol bolam chirog'ingni. Meni borimcha qabul qilinglar. Bu o'chir bolajonim. O'chir. Bu ham sayohat, ham sayohatda endi men sayohatga ketdim. Kelganimdan keyin bo'ladi desam bo'lardi. Unaqa bizani yo'l qo'ymadi. Как положено davom etaverish kerak. Traditsiya-da. Shu maqsadda qildim. Hozir aytishdi, aylantirib jurnalistga ko'rsatganingiz ko'plab qizlar, yigitlar ko'rdik. Bular konsert dasturidagi ishtirokchilarmi, kimlar? Mehmonlarim. Bu qizimni taniysizlar, zajigalkamiz. Bitta zajigalkam Kiprga ketib qolgan. Ali opasi bilan. Manangiz bilan, mana qizlarim Sabina bilan. Voy, o'ylay oting. Voy, o'ylay saniki Aziza. Aziz qizim. Aziza bilan Sabinchka bular zajigalkalarim. Atta tumor guruhi o'tiribdi. Tumor guruhi современный o'yinlarni ham berib ko'ryapmiz. Chunki Navro'z o'ynaydi современныйga. Любойni bersang o'ynaydi. Men Navro'z bilan hozir anaqa tumor bilan endi современныйlarni ham berib, anaqa qilib, sekin-sekin o'sib anaqa qilyapmiz. O'zbekchaga kuchli bular juda ham. Konsert dasturidan avval prezentatsiyani balki to'xtatib prezentatsiya bilan dastur bilan bo'ladimi dedik. Biz juda ham xursand bo'lyapmiz. Dastur ichida ham Dastur ketyapti biz studiyada biz. Endi bir 4 kun, 5 kundan keyin yozib olamiz-ku anaqalarni. Jonlilarda yozib olish kerak-da. U hali studiyaga qaytib kelish qiyin masala. Meniki ham 3 tashlab qolgan. Aytib olsam, chiqib ketamiz Drujbaga, xudo xolasa Drujbada. O'tiramiz, xudo xolasa ishlab keyin. Har yili konsert dasturiga yana qo'shiladi kuylar. Bu yil ham qo'shilishi mumkinmi? Qo'shildim. Biletlar tugagan. Necha kun e'lon qilinadi o'zi? Necha kun e'lon qilindi? Tugagan. 19 kun tugab, 2 kun kunduzini ham so'rab olishib, uni ham tugatib olishdi menimcha. Vodiy taraflar kunduzi kelar ekanmi? Viloyatlar. Viloyatlar kunduzi kelib ketadi. Kechqurun yo'lga qolmaslik kerak. Ham bahorda selapasni o'qib qoladi. Bunaqada ag'in o'ylashib 2 kunda olishdi yana. 2 ta kunduziga berdim. Endi bilmayman, Alloh quvvat bersin. Undan ko'p endi mana shunaqa. 2 kunda polnitsenga berib bo'lganman. Bu yog'ini emas. Lekin bilet anchadan beri sotilgani uchun tugadi. Bilet voy kassada yo'q bo'lmaydi. Chunki anchadan beri kassada bor, hamma xohlagan joyini oldi. Qarang, hozir gapirganingizda, "Opa, bu yer surmani qo'shasizmi, repertuarga surma Hozir qo'shasiz?" shuni Aziza bilan gaplashib o'tirdik. Endi bitta narsa bor. Balkim surmani Bisovkaga olamizmikin deb turibman-da. Yaxshi bo'ladi. Bisovkaga olamiz. Agar xalq Bisovka degani bu majburiy emas.
qarsak yetarli bo'lsa chiqaman. Qimmatingizga qarab. Men qimmatimga qarab, u haligi qarsaklarga qarab ko'proq. Xalqim, men o'zim solistga bo'laman degan. Hozir shu qo'shiqni ustida gaplashib turdik. Surmani talabi juda katta. Endi qo'shiqlarimiz ko'p. Balkim qo'yib yuboraman programmaga, ko'raman. O'zi ona ham sig'may turibdi, onani ham besovkaga olaman. Lekin sho'x narsalar demay qolamiz tektada. Qo'shiqlar ko'p, ishlayapmiz. Ikkita guruhni ishlatish faqat sizda bilamiz xolos, raqs guruhlaridan deyapti. Buni sababini siz o'zingizdan eshitsa yaxshiroq bo'lardi deyapti. Masalan, konsert dasturlarida bitta guruh ishlatishadi. Shu bilan masalan chiqib ketadi. Sizda masalan Tumon bor, Zarina Ahmedova bor, Navro'z bor. Navro'z bor. Masalan, ikkalasi ham xizmat ko'rsatgan artistlar. Voy, baquvvat ikkalasi ham. Ikkalasi ham yoniga yo'lab bo'lmaydi. Zarina ham bo'ri, bunisi ham bo'ri. Bular 16 yosh qizlar emas bular. Kechagi solist bo'lib chiqib o'ynashdi. Bular rahbar haqiqiy. Men jiddiy aytyapman. Menga chiqishda endi ansamblda otani aytgan xapalashib qolamiz. O'zimda raqqosa bo'lib ishlagan qiz bir joyda ishlash. O'zing endi raqsga tushyapsan. O'zing hali endi gul bo'lib, o'g'incha bo'lib, ochilib ulgurmading, qatqadir rahbar qilib qo'yishdi uni. Sen o'zing oyoqqa turmay bir ansamblni qanaqa qilib yetalaysan? Rahbarlik simbolik boshqa narsa. O'shaning uchun tajribasi bor bilan ishlayman men. Lekin konsertga ikkita kollektiv ishlatishni sababi bor. Savol to'g'ri keldi. Ko'pchilik bilmaydi. Yangi programma bilan sizlarga har yilgi kayfiyat, tushunchali qo'shiqlar, hayotda bir qamchi, bitta pryanik, bitta qamchi bo'lgan qo'shiqlar bo'ladi, o'yinlar bo'ladi. Chiroyli shou bo'lish kerak. Bitta guruh bo'lib qolganda kostyumlarga e'tibor bo'lmay qoladi, o'yinlarga e'tibor bo'lmay qoladi. Raqobat bor joyda nihoyatda ham kuchli raqslar o'rtaga kelib chiqadi, umuman kuchli san'at kelib chiqadi. Raqobat bor joyda yaxshi mahsulot bo'ladi. Raqobat bo'lish maqsadida. Chunki ikkita kuchlikni qo'yyapman, nima tushunyapsizlarmi? Haligi men nimaga oldin anaqalar bilan ishlardim, mana ismini hozir. Oldin ishlardim. Karimpan qizlari bilan anaqalar bilan ishlardim. Tarqab ketdi. Toshkentga boradi. Одни и те же девочки. Одни и те же девочки. Lekin hammasi qanaqadir nima deydi? Ishlamay qo'ydi ustida. Bo'laveradi. Raqslar qo'l uchida qo'yiladi. To'y asos bo'lib qoldi bularga. Shuning uchun men to'yga qo'yib yubordim, konsertga chaqirmay qo'ydim. Asosi to'y bo'lib qoldi. Bular asos sahna. Avval programmani qiladi, topshiradi. Mana hozir meni tushunasizlarmi? Bir tarafdan Charos, bir tarafdan Zarina. Zarina ham video chatog'ida fe'li. Yo'zifa daychi ertaga ish ko'payganda chala bo'lib qolmasin ishlarimiz, bera qoling. Shu studiyaga yotib olib ishonasizlarmi? 3-4 gacha qolib ketyapti studiyada. 20 dan oshiq asarni tayyorlash oson emas. Oson emas. Menga mana hozir u deyapsizlar-ku. Ana so'tolmayman. Sun'iy intellekt chiqdi, zo'r chiqdi. Lekin ishonasizlarmi? Bir kompozitor, bir qo'shiq yozayotgan mayda bolalar bor-ku. Ishonasizlarmi? Meni qo'shig'imni ustiga o'tirib olgan. 50 dan ortiq qo'shiq kelgan bo'lsa, все одинаковые. Bittasi qizg'aldoq bo'lib yotdi. Bittasi boshqa bola bo'lib yotdi. Boshqa bolani ham ikkisi. Haligi bir emas. Unda swing borda, singan joyi. Uni ham sun'iy intellektga qilib sun'iy intellektga berib qo'yib, so'zini yozib ber. Yo'q, asar bo'lmaydi. Sun'iy intellekt nimadan yordam berish mumkin? Aranjirovkadan yordam beradi. Agar senda asar bo'lsa, material bo'lsa. Farqli vaziyat bor. Hammamga o'xshagan joyda balkim fonogramma aytib ketarsan. Balki yemaydi chunki jonli. Lekin jonli aytadigan joyda muzikantlar kerak bo'ladi. Muzikantlar juda ham kerak. Doirachilarimiz mana o'zimizning doirachilar, nog'orachi Olimjon, Jahongirlar, Halimjonlar, perkussionistlar yozyapti. Javoh, barabanshik, metronom, zo'r yigitlarim kuchli juda ham. Oldida maqta urmayman. Hammasi rabachaga. Endi qanaqa ishlayotganimizni o'zim ko'ryapman. Urushib ketamiz bir xilga paytda, xafa bo'lib qolishadi menda. Lekin urushmasang, uxlab qoladi-da haligi. Ishtiyoq qolmaydi. Men tushunaman, ijodda shunaqa narsa borki, bitta ijodda hammasi shoirda ham. O'sha 4 ta podrad she'r yozsa, hammasi bir-biriga o'xshama bo'lib qoladi. O'shaning uchun yil davomida yozib prezentatsiya qilib kelaman men. Odatim. Juda ham ko'pchilikning savolini umumiy qilib aytaman. Sizni buncha yaxshi ko'ramiz degan, sevgi yo'llayotganlar juda ham ko'p. Va yangi konsert haqida ko'proq biz bilishni xohlaymiz. Bugungi prezentatsiyadagi qo'shiq haqida ko'proq bilishni xohlaymiz deganlar bor. Muxlislar
uchun prямой efir bo'ladi. Bizni ko'p savollarimizni o'qiymiz. Endi hammasi belgi bo'lmaydi, chunki umumiy qilib sizga aytib o'tib ketishimiz kerak. O'sha shuni aytmasang balosiga biz qolamiz. Keyin voy yozilmagan narsani o'qiyapti deb qolishadi-da. Umumiy qilib aytilyapti. Mayli, mayda chitta qilib bo'lsam o'qib ketur. Hoshim Ismoilovdan qo'shiq olsin degan bo'lishingiz ham bor. Yo'q, ololmadim hali. Ololmadim. Olish niyatim bor, lekin ololmadim. O'zim chiroyli milliy qo'shiqlar. Mayot. Abduhoshim akaning bitta zo'r anaqasi bor-da. Endi umri uzun bo'lsin-da. Bunaqa ustozlar kam qoldi-da. Ustozlarim o'lib ketdi ko'p. Mana hozir bunaqa ustoz san'atkorlar juda kam qoldi. Yulduz mana muzikantlarga aytdi. Yulduzga qo'shiq yozish qiyin, o'zi yozadi, o'zi ijodkor, o'zi bastakor. Удивляться тяжело deganda, uni bir hayrat qilish qiyin deb. De 4-5 ta narsa berib o'tgan yili burishib qoldim-da, ola olmadim. Yoqmadi. Shuni qarasam, shu darajada anaqa muxlislar bor-da. Zaki, shuni eslab qolganlar. Meni muxlislarimmi? Как только shunda o'tkir Yulduz Usmonovani muxlisi qanday bo'lish kerak? Meni muxlislarim ichida не то что qo'pol qilayotganda, tupoy ekanlar, hatto tupoy ko'z yo'q-da. Hammasini ko'ziga gapirib, bunda qilib ko'zingga tikilsa, ashlatayotganda ko'ziga qarab qolsang, yangiratib qo'yadi. Shukrulloh Isroilov ham eslaysizmi? Nima degan? Qanaqa qilib ishlaysiz muxlislar degan. Mashina qilib o'tir, sinchkilab qarab o'tirishadi. Nima deyapsan? Gapirayotgan gapingni tuzib, analiz qiladi. Meni muxlislarim. Shu pomni. Bahodir aka salom aytibdilar sizga. Salomim o'qib. Alaykum salom, Bahodirjon bola. Ittifoqchilarimizmi? Yaxshimisiz? Yaxshi dam olyaptilarmi? Bo'tim, yaxshimisiz? Yuribmiz mana. Kelib ketdilar 2-3 kun oldin. Maklubingizda alohida salomlar. Va alaykum assalom. Ular ham o'zlari haqida gapirishingizni alohida xohlayotganlar. Da, fan klublarga ayriyatdan rahmat aytmoqchiman. В каком смысле? Bular bor, qo'shiqlar muxlislarimizga oson eltib borilyapti-da, xonadonigacha. Ko'pincha bir narsani chalaroq qilib qo'yamiz. Biz ham endi hali bir narsani qilmay qo'ysak, alyo boshlanadi-yu. Mansurjonga boshlanadi birinchi, orqasidan dam qilib no'qish. Keyin mana bular no'qiydi. Ashnaqa qilib yetkazamiz-da, qo'ymaydi bular. Ishlaydi hammasi. Masalan, Jizzaxdan, Farg'onadan salomlar berdi. Alaykum salom. Umumiy qilib siz ham haligi siz aytgandek boshingda oladi qoladi. Hammasini o'qib ber deganingizdek, hamma viloyatdagilarimizga alohida bitta salom o'zingiz aytib qo'yganingiz to'g'riroq bo'lardi. Farg'ona, Samarqand, Toshkent, Jizzax, Sirdaryo, Surxondaryo, Qashqadaryo, Andijon, Namangan, hammalarga assalomu alaykum. Qoraqalpog'istonga ayriyatdan assalomu alaykum. Uzoqlarimizga Xorazm eliga assalomu alaykum. Navoiy, o'zim mahalla, o'zim mahallamsan. Kattaroq qo'shiqlardan ham olib chiqasizmi, chunki har doim yoshlarimizni e'lon qilasiz. Yoshlarni olib chiqyapman, kattalar katta bo'lib ketib qolyapti. Bilyapsizlarmi? Menga qaranglar, sizlarda katta san'atkor deganda, hozir semirtirib katta qilib olib chiqib, bir xil san'atkorlar o'zini qo'yib yuborgan banda bo'lib ketganda, bir xil misol. Endi-da, hali bir video uchun bo'lsa, bunaqa bir kichkina davrada, bu katta sahna bu yerda Besmir o'tiradi. Sahnani o'zini qonun qoidasi bor-da. Yana keyin katta san'atkorlarda, masalan, deylik, men nima uchun Zarinani gazlasam, hali ham bo'lsa, raqs berib turaman, o'tirasizlar. Yo, haligacha Alinaqa bundaqa sinf o'ynaydigan o'yinlarigacha o'ynaydi-da, formasini qarang. Как она держит себя. Надо отдать дань. Sport haqida gapirardingiz, sport haqida ham gapirib bering. Har safar kinoga sport haqida bir-ikki og'iz Sport qilyapsizlarmi sizlar o'zlaring? Shundan gapiringlar. Meni ko'raverasizlar, qilyapsizlarmi o'zinglar? Menchi nimaga deb meni anaqa qilishaverar ekan desam, ko'zlaringiz oldida ozidim-ku. O'shanga ko'pchilik kuzatib anaqa qiladi-da, na glazahda rastaylar. Lekin ko'pchilik voy resko ozim, men resko ozmadim, adashyapti shu reska deganlar. Meni eski muxlislarimdan so'ranglar, mana shu yerda aytishadi. Bifit ochilganiga 4-5 yil bo'lgan bo'lsa, o'sha ochilganda Bifit Pro'ga bordimmi? Keyin Bifit Sky'ga o'tdim. Boshqasi o'tgani yo'q. Bular ko'p Bifitlar. Ana o'sha yerda trenerlar bilan ishlayman. Endi uni orasida boshida ko'rgansizlar mondaq edi. Endi menda gormonalniy sboy bor edi. Ozgina sahr o'ynagan joylari bor edi. O'shaning uchun men yengil-yelpi munjar oldim. Munjardan chiqdik. Bitta 2-3 oycha chiqdim-da, yana kirdim. Qarasam yana sekin
ketayotgandi, to'xtab turing dedim. Lekin yana trenerim yana so'kdi hozir. Yana dedi, doktorim so'kdi. Lekin analizlarim idealni chiqdi. Mashalloh, tabarakalloh, sallallohu nabiy. Bugun ay bo'ldi deydimi, haligi yalangga turib olib, qo'lingga ushlab olib o'lchaydi, hamma balansda. Mышцы joyida, in body qildim. И идеально. Самое главное, можно продолжать и то, и другое. И sport davom. Sportni tashlab bo'lmaydi. Abu Ali ibn Sinoni bir aytib aytib beraman. Gapiraman, siz gap ko'p. Men hali darslarimda davomdaman. Boshqa yana ko'plab viloyatlardan salomlar. Premyera qachon boshlanadi va Yulduz Usmonova haqida hujjatli film olinayotgan ekan, bu rostmi deganlar bor. Ha, buni hozir hujjatli film degandaki, haligi kundalikda orqamda yurib oladi-yu, hujjatli film deganda tarixiy film emas. Hujjat deganda bugungi kunlarda anaqani olishyapti. Ko'proq yosh yigitlar, Islomjon degan gitaristim bor, yosh bolalar bilan kelib olishyapti. Yosh bolalar deganda 30 bolalar. Nima deydi? Kundalik deydimi? Masalan, Это две разные вещи. Hujjatli, это документальный фильм от А до Я. Я сама много чего не помню, deydi. Uni kimlar eslatish kerak. Tarix qiziq narsa. Tarix вспомнить 40 лет это очень тяжело, deydi. savollar ham keladi, lekin yana bitta savol e'tiborimni tortdi. Qariyli yaxshi tadbirlarda yoki o'sha siz kiygan kiyim rangiga qarab bu yil mana bu rang moda bo'lar ekan degan uchta davrlar bo'lgan. Nima deb o'ylaysiz? Siz didingizdan kelib chiqib bu yil qanday ranglar urfda bo'ladi deganlar ham bor. Ajoyib savol. Bu yil pushti. Ozroq sariq, chunki Chanel ham sariqqa urg'u bergan. Asosan yana endi kuz bilan yoz bor-da. Yoz bahor pushti, sariq ketadi. Осень, zima bardo bilan bolotniy. Темно-зелен bolotniy deydi uni. Bolotniy rang bardo bilan. Mana ba'zilar tezroq boshlaydi bo'lsa, ba'zilar biz suhbatni sog'inganda ko'proq gapirsin deydi. Masalan, O'qigansan? Ham suhbat davom ettirilyapti, ba'zilar ba'zilar boshlaydi. tezroq boshlaydi deydi. Bir piyola choy ichmaguncha boshlayolmayman-da azizlarim. Men qon to'yg'azib haligi och qoringa tingir yoqmaydi-da. Hali sizlarga xizmat qilish uchun qonni to'yg'azib qo'ysam. Xullas kalom. Men aytayotganim, hozir ijodda ko'p narsa o'lyapti, bilayotgan bo'lsalar. Qani menga qo'shiq yozib berayotgan yoshlar yo'q, bittasi ham. Tuzuq quruq qo'shiq chiqmayapti. Hammasi sun'iy intellektga o'tirib oldi. Agar sun'iy intellektdan chiqib ketishmasa, mana shu ahvol ketaveradi. Человеческий фактор есть. Душа петь должна deydi. Mana shundan chiqish kerak-ku. Sun'iy intellektda taqir-tuqirlar balkim qilar, lekin yaxshi qo'shiqlar qiyin masala bo'ladi. Ijodga kelsak. Kamila Murzayevani yana sahnaga olib chiqing deganlar bor. Kamila Murzayevani. Zarina Hasanbekov, Kamila Murzayeva. Ha, shu qiz ham konsertda ishtirok etdi deb yozganlar bu juda bir. Endi bitta narsa bor. Men tashqaridan raqqosa chaqirmayman-da. Va dva kollektiva. Mana shu ikkita kollektivdagilar agar birontasini olib kelib shuni beramiz deydi, men aytaman, shuni beramiz desa kollektiviga olsagina anaqa bo'ladi. Chunki litsenziya degan narsa bor. Har bitta qatnashchiga xabaringlar bormi? Biz litsenziya olamiz. Har bitta qatnashchiga litsenziya bor, налоги есть. Shuning uchun bu men xohlaganimni tashqaridan olib kelib chiqara olmayman. O'shancha ikkita kuchli kollektivni olib olaman-da, o'shalardan chiqaraman. Agar Kamila kollektivda bo'lsa, albatta chiqadi. Zarina sostav gruppasiga qiziqishyapti bular. Sevancha. Men oxirgi repetitsiyalarda ko'rmadim-da uni. Endi bitta narsa bor-da, yoshi ulg'ayyapti-da. Yoshi ulg'ayyapti, yoshlarni ham chiqarish kerak. И они тоже должны получать школу. Qoraqalpog'iston alangeli salomlarni yana. Alaykum assalom. Xo'p, azizlarim, men bitta baqiraman, uzr so'rayman. Bitta baqirmasam, sekin bular podyom qilgungacha bari erkaklar choy ichib, kola ichib maza o'tirish. Azizlarimiz, xush kelibsizlar. Boshlaymizmi hayot? Hadi yallah, podyom. İnşallah.